Mana Malayziyaga aytilgandek yetib keldim. Bugun yana trader do'stimiz kutib oldi. Vaqtimizdan unumli foydalanish uchun mana yo'l-yo'laki baribir maqsadimiz policy trade haqida ko'rsatib berish, bularning hayoti haqida qisqacha u bilan savol-javob qilib ketmoqchiman. Xo'sh, Yes. mehmondo'stligi uchun kattakon rahmat. Xo'sh, auditoriyam uchun bir ikkita seni hayotingga doir bo'lgan savollarni so'ramoqchiman. Seni tradingga kirgan tarixing haqida ozgina gaplashsak bo'ladimi? Bilmasam, bilmoqchi bo'lgan savollarimni senga beraman. Tradingga kirishingdan oldingi sohang nima edi? Xo'sh, tradingga kirishdan oldin meni biznesim bor edi, ya'ni biznes egasi edim. Bu biznes uchun 2-3 million ringgit sarflagandim, dollarda 500-600 ming dollar bo'ladi. Ya'ni men onlayn o'yinlar uchun turnamentlar uyushtirardim yoki to'ylar uchun bazmlar uyushtirardim. Tushunarli. Va bizga yana qiziq bo'lgan narsa bu tradingdan oldingi va undan so'ng daromading va tradingga kirgandan so'ng qanday o'zgarishlar bo'ldi hayotda, ya'ni undan oldingi hayoting bilan solishtiradigan bo'lsak. Xo'sh, tradingga kirishimdan oldingi daromadim oyiga 50-60 ming ringgitdan to 200 ming ringgitgacha topar edim. Lekin pandemiyadan so'ng bu hammasi barbod bo'ldi. Tradingga kirishdan oldin ozgina pulim qolgandi va shuni sarflab tradingga kirdim. Eng afsus chekadigan tomoni noto'g'ri ustoz tanlab qo'yganman, ya'ni hech qanday daromad ko'rmaganman. Va undan so'ng to'g'ri ustozni topdim. 1 yil astoydil o'rgandim va alhamdulillah bir kunda 1000-2000 dollar topadigan darajaga chiqdim. Va undan so'ng nargi biznesimga qaraganda daromadim ancha barobarga o'sdi. Xo'sh, keyingi savolim, men Usforex Live loyihasini tradingdan umuman xabari yo'q insonlarga bu sohani ko'rsatib berish uchun bag'ishladim. Men ularni tradingga bo'lgan qarashlarini o'zgartirmoqchiman va tradingda pul topish real haqiqat ekanligini yetkazmoqchiman. Kel, hayotingdagi eng og'riqli moliyaviy holat haqida gaplashamiz. Unda vaziyat qanday bo'lgan va nima sababli? Eng og'riqli vaziyatmi? Tradingni boshlaganimda noto'g'ri ustoz tanlab qo'yganman va bor pulimni yo'qotganman, 0 holatgacha. Men juda ham taslim bo'lishni xohladim. O'sha payt meni turmush o'rtog'im ruhan qo'lladi. Men 23-24 yoshda edim. Harakatdan to'xtamadim. Tradingda yaxshi pul topish mumkinligini keyin tushundim. Faqat to'g'ri bilim bilan. Faqat tradingni o'rganish va pulga chiqish vaqt talab qiladi. Xo'sh, tasavvur qilaylik. Agar tradingni endi boshlamoqchi bo'lgan juda ko'p odamlar seni qarshingda turgan bo'lganda, ularga bitta gap bilan nima deb maslahat bergan bo'larding? Sabrli bo'l. Bugun o'rganib, ertaga boy bo'lmaysan. Yagona va muhim qoida senga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan ustoz top. Thank you, Ji. Hop, o'rtoqlar, mana birinchi savolimizni hozir videoni qo'yayotganda o'sha tarjima qilib qo'yib borishga harakat qilaman. Yana bir narsa, Ahror. Trading jarayoni qiyin. Agar to'g'ri boshlamasang, ko'p pul yo'qotasan. Lekin harakatlaring mevasini yig'ishni boshlaganingda har kuni rohatlanasan. Moliyaviy erkinlikka erishasan. Jarayondan rohatlan, chunki jarayon seni yaxshiroq inson va kuchli treyderga aylantiradi. Orzularingga ishon va hech qachon taslim bo'lma. Thank you for motivation. Hop, o'rtoqlar, videoni qo'yganda tarjima qilib qo'yishga harakat qilaman. Mana bu birinchi qisqa, juda ham qisqa intervyu edi. Hali oldinda biz yana ko'p treyderlar bilan gaplashib kutib turibdi. Xudo xolasa, kuzatib boringlar, reaksiya qilinglar, like, o'rtoqlarga tarqatinglar. Bye. Gaplashamiz.